Salam. Bugungi videoda biz BRICS-Bet platformasına registratsiyadan geçip AQSh suyonlar bilan Germaniya suyonlar arasındagi boks bahsini seyrederiz. Registratsiya uchun video tushuntirishindagi shiltama orqali rasmiy web-saytga geçing ve registratsiya tugmasini bosingіз. Bir bosimda registratsiya yo'rilgisini haylab vataningizni, valyutanizni ve ekranda ko'rsatilgan promokodni girizin onu tushuntirishlardan ko'chirib olib bilarsiz. So'ngra AQSh Germaniya bahsina geçip real vaqt koeffitsiyentlarini seyredeling. AQSh yengishi 1.70, Germaniya yengishi 2.15. Nima uchun AQShga stavka etmek foydali? 1. AQShli boksyorlar so'nggi 10 dushashin 7sida yengib keldi. 2. Germaniyalı boksyorlar siyohatda so'nggi 5 yarışdan 3'ünde yengli bo'ldi. 3. AQShli sportchilar uy yarışlarında iqtiborli natija ko'rkazar. 4. Germaniya xalqaro yarışlarda siyohatda qiyinchiliklar bilan dushlashar. 5. AQShli boksyorlar so'nggi 4 dushashin 3'ünde nokaut bilan yengish qozondi. Bu dalillar bilan AQSh siyonlara